Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun o'rtoqlar. Tuzumsizlar, yaxshimisizlar? Bir narsa kelib qoldi sizlar uchun. O'rtoqlar, kimga ba'ziviy futbolga bo'z deb yozuvligi kerak bo'lsa, bizga keldi mana. Yaxshi ekan kачествоsi, zo'r ekan sifati. Bu ana ultra xolodobdan hisoblanadi. Ham qo'llariga ham mana quyilib, cho'tki qilib yozilgan amirlarida. Bort turib 3D formatda chiqarilgan. Chiroyli ishlangan ekan. Sizlar bilan shu narsani baham ko'ray dedim. Akalarim mana kimga kerak bo'lsa kelaverasizlar. Xo'sh, mana. Kачествоsi вообще zo'r bo'ladi. Xolodok. Ultra xolodok mana shu bo'ladi. Yoqalari ham yumshoq bo'ladi. Bitta kiyganingizda borib, вообще zo'r turadigan, maza qiladigan badan shu bo'ladi. Keyin mana bunaqa narsalar keldi mana. Menimcha chiroyli ekan, lekin bor, mana 3D formatda urilgan. O'zidan lekin. Ranglari ham bir chiroyli ekan. Bu oversize mi deyman? Oversize bu. Kattaroq ekan buni qolib. Mana bir narsa bor mana bu yerda mana. Mana bitta mana ham bor. Nima ham chiroyli narsa ekan. Mana bunisini qaranglar, bu turib chiqqan. Digi yoqalarni qaranglar. Yoqasi Amerikan ekanmi deyman, buni kattaroq ekan bu. Bu oversize bu ham. Skromniy model ekan bu ham. Lekin rangi chiroyli ekan, shokolad rangga. Narsalar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Abasaxiy Center 2-etaj B20 Fiorenti Milano do'koni. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar. Bo'pti, ko'rishguncha.